Ulanish. Xo'p. Demak, o'simliklar va hayvonlar barchasida demak ulanish jarayoni mavjud bo'ladi. Endi biz sizlar bilan bugun urug'lanish hodisasini o'simliklar misolida o'rganib chiqamiz. Kelishdik. O'simliklarda demak gullarida, misol uchun gulni aytaylik. Gullar bo'lsin. Gulida demak changchi bor va urug'chi bor. Endi biz sizlar bilan oldin o'rgangan narsamiz mana shu changdonda yetilgan chang urug'chi tumshuqchasiga kelib tushishi bu changlanish edi. To'g'rimi? Endi urug'lanish jarayoni. Qachonki shu chang donasi o'sib kirib, mana bu urug'chini ichidagi tuxum va markaziy hujayralarni urug'lantirishi urug'lanish hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Endi bu paytda qanday jarayonlar sodir bo'lishini hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda mana bu jangchi qismiga to'xtaladigan bo'lsak, bu demak erkak organizm misoliga to'g'ri keladi. Bu urug'chiga to'xtaladigan bo'lsak, bu demak urug'chi organizm misoliga to'g'ri keladi. Va bularning ichida qaysi jarayonlar bo'layotganligini har biridan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ya'ni erkak organizm tarafdagi chang hujayralarining yetilishligi jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, birlamchi jinsiy hujayra. Birlamchi jinsiy hujayra mikrosporatsit deb yuritiladi. Nima deyilar ekan? Mikrosporatsit. Mikrosporatsit ikki holatda bo'ladi. Ya'ni diploid holatda bo'ladi. Tushunarli? Mikrosporatsit diploid holatda bo'ladi. Va mana shu mikrosporatsit meyoz usulida bo'linadi. Qanday bo'linadi? Meyoz usulida bo'linadi. Meyoz usulida bo'linishi natijasida bitta hujayradan nechta hujayra hosil bo'lar ekan? 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Tushunarli? To'ralasi ham bir xil hajmda, bir xil shaklda bo'ladi. Tushunarli? Va meyoz bo'linish natijasi bo'lganligi uchun bular hammasi gaploid to'plam, ya'ni n to'plamiga ega bo'ladi. Va bular mikrosporalar deb aytiladi. Nima deyiladi? Mikrospora. Endi mikrospora, ya'ni chang donachasiga aylanish jarayoni bor. Bu chang donachasiga aylanish jarayoni nima deyilgan bo'lsa, endi bular mitoz usulida bo'linadi. Qanday bo'linar ekan? Mitoz usulida bo'linadi. Mitoz usulida bular 2 marta mitozga bo'linishga uchraydi. Ya'ni bunda mana bu bitta hujayra bo'ladigan bo'lsa, u 2 ga bo'linadi. Bittasi yirik vegetativ hujayra, ikkinchisi mayda generativ hujayra deyiladi. Va mana shu generativ hujayra ham 2 ga bo'linadi. Va 2 ga bo'linish natijasida hosil bo'lgan hujayralar spermiylar deyiladi. Tushunarli? Va mana shu hujayra umumiy holatda chang donasi deyiladi. Nima ekan bu? Chang donasi. Mana biz hozir aytgan mana chang donalari va urug'chi tumshuqchasiga tushgan mana shu chang donasi. Mana shu chang donasi biz 6 biologiyasida o'qiganmizki, chang donasi ikkita hujayradan iborat, bittasi yirik vegetativ, maydasi generativ bo'ladi deb o'qigandik, to'g'rimi? U qanday hosil bo'lishligini to'liqligicha tushundinglarmi hozir? Xo'p, endi mana shu chang donasi tushgandan keyin mana bu biz sizlarga aytgan vegetativ, ya'ni yirik hujayra mana bu yerda o'sib kiradi. Nima qilar ekan? O'sib kiradi. Ya'ni o'sib kirib naychani hosil qiladi. Endi mana bu generativ hujayra 2 ga bo'linishidan mana bu yerda 2 ta spermiy hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? Spermiy hosil bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Xuddi shu paytda urug'chi tugunchasida nima bo'lyapti? Ya'ni urug'chi organizm. Bu yoq tarafda nima bo'lyapti? Bu yerda ham xuddiki mana bu mikrosporatitga o'xshagan, ya'niki boshlang'ich hujayra bor. Ya'ni birlamchi jinsiy hujayra bor.
Shu birlamchi jinsiy hujayra megasporatsit hisoblanadi. Megasporatsit. Megasporatsit. Bu ham qanday holatda bo'ladi? 2M, ya'ni diploid holatda bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti? Diploid holatda bo'ladi va megasporatsit ham meyoz usulida bo'linadi. Qanday bo'linar ekan? Meyoz bo'linadi. Bunda bitta yirik, bitta mayda hujayra hosil bo'ladi. Meyoz 1da. Meyoz 2da mana bu yirigidan yana bitta yirik, bitta mayda. Bundan ikkita mayda hujayralar hosil bo'ladi. Mana shu uchala mayda hujayralar yo'naltiruvchi tana deyiladi. Nima deyiladi ekan? Yo'naltiruvchi tana. Yo'naltiruvchi tana deyiladi. Yo'naltiruvchi tana. Tushunarli bo'lyapti. Yo'naltiruvchi tana deyiladi. Endi mana bunisi esa tuxum hujayra deyiladi. Ha, tuxum hujayra emas, xulasinki megaspora deyiladi. Nima deyiladi ekan? Megaspora. Megaspora. Tushunarli bo'ldi. Mana shu yergacha hamma tushundimi? Megaspora deyiladi. Endi mana shu megaspora endi bu ham nima usulda bo'linadi? Mitoz usulida bo'ladi. 3x mitoz bo'ladi. Ya'ni 3 marta mitoz bo'ladi. 3 marta mitoz bo'ladi. Buni natijasi mana bitta hujayra bitta bo'lsam nechta hujayra hosil bo'lib qoladi? Ikkita hujayra hosil bo'lib qoladi. Bu ikkitani ham bo'lsam nechta hujayra hosil bo'ladi? 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Bularni ham 2 ga bo'lsam 8 ta hujayra hosil bo'ladi. Jam. Nechta hujayra hosil bo'ladi? 8 ta hujayra hosil bo'ladi. Va mitoz bo'lingani uchun hammasini razmeri bir xil bo'lyapti. Tushunyapsizlar? Hajmi ham yo'q bir xil bo'lyapti. Va mana shu bo'lingan hujayralar urug'chini tugunchasi, tugunchadagi urug' kurtagida joylashadi. Qanday tartibda desak, mana bu tepaga 3 ta, pastga 3 ta, bu yerga 2 ta, markazda 2 ta bo'ladi. Va aynan mana shu pastdagi o'rtadagisi tuxum hujayra deyiladi. Nima hujayra? Tuxum hujayra. Tuxum hujayra deyiladi. Mana bu markazda turgani esa markaziy hujayra deyiladi. Markaziy hujayra. Tushunarli bo'ldi? Endi qaranglar, mana bu urug' kurtak ketdi endi. Urug' kurtak ketdi. Endi mana bu naycha o'sib kirib, mana shu urug' kurtakning ichiga kirganda mana bu spermiyalardan biri tuxum hujayra bilan qo'shiladi. Nima bilan qo'shildi? Tuxum hujayra plus spermiya qo'shildi. Spermiya qo'shildi. Ya'ni tuxum hujayra spermiya qo'shilishi natijasida murtak hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? Murtak hosil bo'ladi. Endi markaziy hujayra bilan ham bitta bu bilan qo'shiladi. Markaziy hujayra bilan ham bitta qo'shiladi-da, ya'ni bitta spermiya, ikkinchi spermiya bu bilan qo'shiladi. Bu bilan qo'shiladi-da, bundan n da sperm hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? N da sperm. Mana bu murtak qaranglar. N va n, ya'ni mana bu ham n edi, bu ham n edi, to'g'rimi? Bu ham n. Ya'ni ikkita n qo'shilishida mana tuxum hujayra ham n, bu ham n. N qo'shilishi natijasida necha n bo'ladi? 2 n bo'ladi. Ya'ni murtak diploid tabiatga ega bo'ladi. Endi markaziy hujayra, mana ko'ryapsizlar, ikkitasi birga turadi. Ya'ni 2 n edi o'zi. Unga spermiya n qo'shildi. 2 n ga n ni qo'shsak 3 n, ya'ni n da sperm triploid tabiatga ega bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti? Triploid tabiatga ega bo'ladi. Endi mana shular birgaligida, ya'ni murtak va endosperm ikkalasi birikishi natijasida, murtak va endosperm birikishi natijasida urug' hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? Urug'. Urug' kurtagining postidan urug' post hosil bo'ladi. Urug' post. Xo'p, tugunchadan va gulning boshqa qismlaridan meva hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? Meva hosil bo'ladi. Shu bilan demak, urug'lanish jarayoni va meva hosil bo'lish jarayoni o'z nihoyasiga nima qilar ekan? Yetadi. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi?